Bugun siz bilan Ikkinchi jahon urushi haqida gaplashamiz. Tasavvur qiling, bir kun ichida butun dunyo urush ichiga tortildi. Bu tarixdagi eng dahshatli urushlardan biri Ikkinchi jahon urushi edi. Bu urush 1939-yilda boshlandi. Sabablardan biri Adolf Gitlerning agressiv siyosati edi. U boshchiligidagi Germaniya ko'plab davlatlarga hujum qildi. Natijada esa dunyo ikki qismga bo'lindi: ittifoqchilar va qarama-qarshi kuchlarga. Urush davomida janglar yerda, osmonda, dengizlarda olib borildi. Lekin eng dahshatli voqea 1945-yilda sodir bo'ldi. Tarixda birinchi marta atom bombasi qo'llanildi. Hirosima, Nagasaki shaharlariga tashlangan bu bombalar bir zumda 100 minglab odamlarning hayotini o'zgartirib yubordi. Nihoyat 1945-yilda urush tugadi, lekin uning izlari hanuzgacha saqlanib qolgan. Bu urush bizga shuni o'rgatadi: tinchlik eng katta boylik. Agar sizga shunaqa tarixiy hikoyalar yoqsa, kuzatishni davom eting, chunki tarix bu shunchaki o'tmish emas. E'tiboringiz uchun rahmat.